Assalamu alaikum, hurmatli No'xat qarji motor kanalının qatnashchilari. Bugungi kunga 6-kun 2023-yil 6-may kuni biz banklar bilan tanishamiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozsangiz, hurmatli bank ishlayotadi. Shuning rubl ko'tarilibdir. Alloh sizlarga skarb ketaversin desa, 9-may kuni Cho'g'ir kengashi deputati Qurg'onboy Jusufbek og'amiz 9-mayda kurash berdi. Şol yerga borib pes olib ketdingizlar, hurmatli tuğanlar. Qanday ketdik? Rubl qancha bo'lib qoldi ekan? Ko'tarilib turibdi tuğanlar. 6-kunda o'qishsa men sizlarga tanishasiz. Ketganda bank yanında ko'rishamiz. Hurmatli tuğanlar, bu yerda sal rubl arzonroq ekan, qarangizlar. 87 so'm, dollar 96 so'm, 40 tiyin euro, 1098 ekan bu yerda rubl. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Sal arzonroq ekan. Endi banklar qanday ekan, şol yerda ko'rishamiz. Qirsan bank qanday ekan? Hurmatli tuğanlar, hozir biz Kapital Bank'a geldik. Bu yerda 87 so'm, dollar 96 so'm, 20 euro, 1090 ekan bu yerda rubl. Hurmatli tuğanlar, hozir Kapital Bank'ta shunday ekan. Hozir boshqa banklar bor, shol yerdan ko'rishamiz. Qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, Qirg'iziston bankda dollar rubl ko'tarilib turibdi. Qarangizlar, 87 so'm, dollar 96 so'm, euro 11 bo'lib qoldi bu yerda rubl. Qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, Do'st Bank'a keldik. Do'st Bank'da 87 so'm, 20 dollar 96 so'm, euro bir ette 11.5 ekan rubl. Qarangizlar, 11.5 ekan. Hurmatli tuğanlar, biz hozir pul almashtirib joyga keldik. Bu yerda 87 so'm, dollar 11 so'm, rubl 1 so'm 10 tiyin, 1 so'm 11 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Qozoq tengesinde 0.17 tiyin, o'zbekistonda 0.75 tiyin ekan. Qarangizlar, pul almashtirib joyda shunday. Valyuta bilan bankda birday bo'lib qoldi. Tuğanlar, qarangizlar, No'xat shahrida. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Islom Bank'a keldik. Islom Bank'da 87 so'm, dollar 96 so'm, euro. Bu yerda 1.11 ekan rubl. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Bir yerda arzon ekan, qolgan yerlarda bir ikki yerda arzon ekan, qolgan yerda 1.11 ekan rubl. Hozir Aziya Bank qarasiz, shol yerda qanchaga ko'ryapsiz. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Aziya Bank'a keldik. Aziya Bank'da 87 so'm, dollar 96 so'm, euro 1.11 ekan bu yerda rubl. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Hurmatli No'xat qarji motor kanalının qatnashchilari, shuni bugungi ko'rsatuv oyoqda tinch bo'linglar, omon bo'linglar. O'zimning otimdan janob No'xat qarji motor xizmatkorlarining otidan qutlaqlayman. Inshaalloh baringizlar tinch bo'linglar, omon bo'linglar. No'xat shahrida bugun havo kichkina tinchlik bilan shamolliroq. Baringizlar tinchlik, omonchilik qilib, like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tariladi tuğanlar, suyunchi beringizlar. Baringizlar tinchlik, omonchilik qilib, No'xat shahridan xo'sh, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar.